Barcha Real Madrid muxlislari buni ko'rishlari kerak. Rafinha hujumchi uchun eng sharmandali lahzalardan birini boshdan kechirdi. Rayo Vallecano darvoza zarbini beradi. Darvozabon va himoyachi birlashadi. Himoyachi darvozabonga pas beradi, lekin to'p biroz kuchli. Ana shu paytda Rafinha xatoni sezib, to'pni olish uchun yuguradi. Darvozabon uning niyatini tushunib, qo'lini ko'tarib, o'zini aqlli joylashtiradi. Rafinha to'liq kuch bilan to'qnashuvga tushadi, lekin darvozabon ajoyib aldov qilib, Rafinhani butunlay aldaydi. U bir necha metr orqasida sirgalib ketadi. Bu dribling lahzasi Rafinhaning karyerasini belgilashi mumkin, shubhasiz.